Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgunda Hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Amerika İslam Münasebeti Kengashi va fuqarolar huquq faoliyatchilari Hilton shirkatiga Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchilari tomonidan chaqiritilgan masjidning o'rniga mehmonxona selish qarorini bir hafta ichida o'zgartirishni, undaq bo'lmaganda xalqarалық boykot qilish masalasiga duch kelganligini ogohlantirdi. Çarşamba kuni aytilganda Amerika İslam Münasebeti Kengashi Uyg'ur jamoatini o'z ichiga olgan bir turkum musulmonlardan tarkib topgan fuqarolar huquq rahbarlarini boshlab Virginiya shtatining shimolidagi Mikkeliandagi Hilton bosh shtabiga berib ogohlantirish xatini topshirdi. Hatto Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan turli usullardagi irqiy qirg'inchilikqa tanishtirildi va bularning sababining shirkatlarning Xitoy bilan hamkorlashib jinoyatga sherik bo'lishi, Hiltonning jinoyatga sherik bo'lgan shirkatlarning biri ekanligi, irqiy qirg'inchilikning davomlanishining oldini olish uchun shirkatning o'z qimmatini saqlab qolishi kerakligi ta'kidlandi. Hilton bu yil yozning boshida Sharq Turkistonning Xotan viloyatidagi chaqilgan bir masjidning o'rniga mehmonxona selishni qaror qilgan. Bu inson haqlari faoliyatchilarining qarshiligiga uchragan. Amerika İslam Münasebeti Kengashining davlat aloqa direktori İbrahim Hopper yangi arab axborot kanaliga biz boykot qilishni xohlamaymiz, Hiltonning eng to'g'risini qilishini tavsiya qilamiz dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi çarşamba kuni e'lon qilgan bayonotida Xitoyning Taliban kontrol qilgan Afg'onistonga 31 million dollar qimmatidagi yemak-ichmak, qishliq ehtiyojliq narsa kerak, vaksina va dori qatorliq buyumlar bilan ta'minlaydiganligini bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying bu qarorning Afg'on xalqining jiddiy qo'llanishi uchun Afg'oniston Tashqi ishlar ministrligining tunji yig'inida e'lon qilinganligini aytdi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi yana Xitoyning Afg'onistonga tunji navbatda 3 million vaksina i'ona qiladiganligini aytdi. Ammo konkret vaqtini aytmadi. Xitoy rahbarlari har vaqt Xitoy virusi vaksinasini dunyo bilan bo'libmi, kirmi tuvan davlatlar bilan o'rtoqlashganligini, Afg'onistonni ta'minlashni oldingi o'ringa qo'yganligini aytdi. Wang yana Amerika va uning ittifoqdoshlarining boshqa davlatlarga qaraganda Afg'oniston xalqiga iqtisodiy va insoniy yordam berish mas'uliyatining borligini, Amerika Afg'onistondan chekinib Talibanlar hokimiyatni qo'lga olgandan keyin Xitoy Amerikaning Afg'onistonning mustaqilligi va egilik huquqiga hurmat qilishi asosida davlatning taraqqiyoti va muqimligini qo'g'lashdagi mas'uliyatini ado qilish kerakligini aytdi. Seshanba kuni Taliban Afg'onistonda vaqtli hukumatning qurilganligini e'lon qildi. Hukumat rahbarligida Amerika va ittifoqdoshlarining birlashma armiyasi bilan 20 yil kurash qilgan islomchi g'ozi askarlar o'rin oldi. Wang Talibanni terrorlikni to'xtatishga va davlatdagi boshqa etnik guruhlar bilan birlashishga chaqirdi. Xitoy Xinhua agentligi yana Xitoyning Afg'oniston, Iran, Tojikiston, Turkmaniston, Pokiston qatorliq davlatlar bilan keng umumiy doiralik bir siyosiy qurilma barpo qilib, ilmiy va ehtiyotchan ichki va tashqi siyosat o'rnatib, terrorchi kuchlar bilan aniq chegara ayiradiganligini aytdi. O'tgan hafta bir Taliban so'zchisi Xitoy davlat televiziyasi CGTNga qilgan so'zida Xitoyning Afg'onistonning ham kuchlik, ham yaqin do'sti ekanligini, o'tmishda Xitoy bilan aloqasining yaxshi bo'lganligini, bundan keyin munosabatni texmo quyuqlashtiradiganligini va o'zaro ishonchni cho'nqurlashtiradiganligini aytdi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining raisi Nurmuhammad Abdulmejid Turkistonining ayoli Shamsiya Hajibek xonim o'tgan 4 yilda, ya'ni 2017-yildan boshlab ota-onasi Kamil Abaydulla, Aygul Hoji va boshqa yaqin tuqqanlardan bo'lib, jami 14 ga yaqin urug' tuqqanlari haqida hech qanday uchurga erisholmagan. Chet eldagi Uyg'urlarga o'xshash ota-onasi va tuqqanlarga avorchilik tepib bermaslik uchun ular bilan aloqa qilishdan o'zini qochirgan. Akillari va yengillari o'ndidarda ham bahirlashni to'xtatgandan keyin Xitoyning tutqun qilganligidan gumonlangan. 2018-yilning o'ttirlariga kelganda dadasi Atu shaharlik suv idorasining 67 yoshlik pensiyaga chiqqan kadri Kamil Abaydulla va onasi shaharlik Yezigilik bankisining pensiyaga chiqqan kadri Aygul Hoji bilan aloqasi butunlay uzilgan. Oilasiga qayta telefon qilganda onasi bir qatam telefonni elib, o'zlarini izlamasligini o'tinib,
telefonni qo'yib o'tgandan keyin aloqalashish mumkin bo'lmagan. Shu joyning rayon saqchilari yaqında Erkin Osiyo radiosiga Shamsiya Hojibekning ota-onasining 2018 yilning o'ttirlarida tutqun qilinganligini, dadasining qo'yib o'tilmaganligini aytgan. Radioning muxbirlari shaharlik yezigilik bankisining va suv idorasining xizmatchi xodimlari bilan aloqalashganda ulardan xabarsiz ekanligini aytgan. Xitoy tajovuzchilari Shamsiya xonimning tuqqanlarini qora tizimlikka kirgizib, ularni 30 yildan beri doimlik nazorat ostiga olgan. Chunki uning cho'ng dadasi Abaydulla 1944-yildan 1949-yilgacha Sharq Turkiston Milliy armiyasida vazifa o'tagan. Tog'asi Turg'un Hoji 1997-yili bo'lginchi deb ayblangan. Türk xalqi vatanparvarlik to'g'risida mundaq deydi. Vatanparvarlik tarozining bir tarafiga qo'yilganda, yana bir tarafiga qo'yib, uni tangpunglashtirib oladigan narsani topqili bo'lmaydi. Vatanparvarlik tuyg'usi har qanday tuyg'udan ustun turadi. Ba'zilari urushda yaqinlaridan ayriladi. Ba'zilari qaytib kelishni zodimi o'ylamay oldingi safga boradi. Agar vatani bo'lmasa, keyingilarning nima qimmati bo'lsin? Agar inson qafasdagi bulbulga o'xshash mahbusga aylansa, yeydigan nonning ta'mimi, so'zining ma'nosimi bo'lmaydi. Agar bir kuni yo'l ayirishga to'g'ri kelganda qilcha ikkilanmay jonni berish, shehidlik martabasiga erishish mana bu vatanparvarlikdir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.